Xo'p, assalomu alaykum. Adrenalinni birga o'rganishni davom etamiz. 30 kunlik challenjimizni bugun ikkinchi kuni va o'zimizni baza yaratganmiz. Shu bazada qilinadigan kerakli ishlarni boshlab olamiz. Xo'p, buni kirishini ozgina kutib turamiz. Xo'p, bizda yangi baza bor. Yangi baza ochdik. Hamma narsani yangisini qilib oldik. Bizga kerakli bo'lgan narsa hozirda organizatsiyani belgilab olishimiz kerak. Organizatsiyani to'g'ri kirita olishimiz kerak. Agar sizlar ADNSni chorni buxgalteriyasi uchun, ya'ni kirim-chiqimi uchun, mana tovardagi ostatkalarini aniqlash uchun ishlatadigan bo'lsanglar, bu narsa sizlarga talab qilinmaydi. Agarda sizlar ADNSda ofitsialniy ishlasanglar, fakturalar bilan ADNSda ishlasanglar, bu narsa juda kerakli bo'ladi. Bu narsasiz ishlata olmaysizlar. O'shaning uchun mana bu o'zida mana bunaqa 1 chiqib keladi va bu yerdan sizlar yuridiskiy litso tanlaysizlar va so'raydi sizlardan, san qanaqa soliq to'laysan deydi. Misol uchun налог выручки bor, NDS bor, налог на прибыль bor. Shu foyda solig'i, NDS, dohoding qancha? 1 milliardgachami yoki 1 milliarddan ziyodmi? Mana shunaqa so'raydi. Sizlar o'zinglar xohlagan kerakli bo'lgan bittasini tanlaysizlar. Misol uchun mana bunda общая системада NDS, налог на прибыль и другие налоги. Xo'p, bu yerda налог свой ручки deyapti, упрощенкада. Mana shunaqa o'zinglarga kerakli bo'lganini tanlab olasizlar. Sizlar firmanglar misol uchun NDS bilan ishlashi mumkin yoki foyda solig'i to'lashinglar mumkin. Mana shunaqa narsani tanlab olasizlar. Va mana bu yerda сокращенное наименование deyapti. Bu yerda firmanglarni nomini, to'liq nomini yozib o'tasizlar. Misol uchun Helmor Electronics deymizda MCJ misol uchun mas'uliyat cheklangan jamiyat yoki YATT o'zinglar xohlaganinglarni yozasizlar va bu yerda tushadi. Tushganidan so'ng hammasi o'zi to'g'rilab chiqadi. Полное наименование ham programmadagi nomni ham mana bu to'g'rilab chiqadi. Bu yerda NNS'ini yozasizlar, NDS hamma narsasini yozasizlar. Bu yerda reyestrini qachon olgansizlar, reyestr kodi nomerini qachon olganinglarni yozasizlar. Bu yerda основной bank shotinglarni yozasizlar. Uni qanaqa qilib yozishga qaranglar, mana buni bosasizlar показать все. Mana bu yerda o'zi banklar chiqib keladi. Misol uchun Andijon viloyatiniki, Buxoro viloyatiniki, Navoiy, Toshkent viloyati, Xorazm hamma rayonlarniki chiqib keladi. Misol Toshkent shaharida qanaqa banklar bor? Mana Ipoteka bankniki, Milliy bankni mana bu yerdan qidirib topib olsanglar bo'ladi. O'zinglarga mos qilib qo'yishinglar mumkin. Misol uchun Capital Bank Toshkent shahar filialini belgilaysizlar. Mana bu yerda nimani yozib qo'yasizlar? Xo'sh, o'zinglarni shotinglarni to'liq qilib yozib qo'yasizlar, 12 ta shot qilib. Mana bu yerda kontaktni telefon, faksinglar bo'lsa faks или emailni yozib qo'yasizlar. Bu yerda podpislar bor. Xo'p, o'zi ADNSda kerakli bo'lgan mana bunaqa hujjatlari bo'ladi. Avtomatik podpis qo'yilishi kerak bo'ladigan, o'sha podpislarga kerak bo'ladigan narsalarda bular. Xo'p, bu yerda руководительni, должность, главный бухгалтер, должность, kassir, должность mana shu yozib chiqiladi va bu yerda pastda logotip, pechat degani bor. Logotip bu firmanglarniki, pechat ham firmanglarniki bo'ladi. Подпись руководителя и подпись главный бухгалтера bo'ladi. Misol uchun bu mas'uldor shaxslar bo'ladi, bilsanglar. Misol buxgalteriyada ishlashi mumkin. Buxgalteriyada mana shu podpisini qo'yib qo'yadi, mana shu joyga загрузить qilib qo'yadi. Mana bunaqa onlayn podpis bosib ketaveradi. ADNS o'zida qilinadigan ish bo'lsa. Или rukovodитель qo'yadi-da, rukovodитель kerakli joylarda majburiy bo'lib qoladigan bo'lsa, podpis qo'yib ketaveradi. Bu yerda налоговая inspeksiya qaysi, misol Toshkent shahar bankini tanladikmi, bu yerdan biz Toshkentni tanlasak bo'ladi. Misol mana Toshkent, город Toshkent 26-raqamda turar ekan. 26-raqamni bosasizlar, o'zi avtomatik tortib chiqadi. Bu yerda naименованиесini, полный наименованияni, kodlarni, hamma narsasini qilib chiqasizlar.
Bu yerda kodi statistiki kerak bo'lsa ishlatasizlar. Eng kreditniy finansiy organizatsiya. Bu yerda menga bu kerak emas. O'zinglar kerak bo'lsa to'g'rilab qo'yib qo'yasizlar. Bu yerda bank счет bor, подразделение bor, учетная politika bor, limit, остатки, kassa va qolgan menyular bor. Ularni ham o'zinglarga kerakli holatda to'g'rilab chiqasizlar. Eng основной joyi mana shu основной bo'limida bo'ladi. Hozir menda zapisat bo'lmaydi. Sababi mana bu to'liq yozilmagan, xato yozsa ham qabul qilmaydi, tortmaydi. Shunaqa bo'ladi. O'zinglarga kerakli bo'lgan narsani yozib, o'zinglarni dannilaringlarni, fermerlarni dannisini, shotini to'ppa-to'g'ri qilib yozganinglarda saqlanib qo'yasizlar. Shu bilan bemalol fakturalarni через 1С bilan bemalol ishlab yuborsanglar bo'ladi, yuborsanglar ham bo'ladi. Hop, bu ikkinchi darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda qolgan kerakli narsalarni ko'rib chiqishda davom etamiz. Kanalimizni boshqa do'stlaringizga tavsiya qiling, zora bu foydali bo'ladi degan umiddaman.